Ganoderma lucidum ekstraktini endi u yerda Reishi nomi bilan kelgan juda ham kuchli mahsulot ekanligi va bu oxirgi 3000-4000 yil davomida juda ham ko'p kasalliklarni davolashda asosiy vosita sifatida qaralganligi, hattoki hozirgi zamonaviy texnikalar bo'lmagan paytda ham bundan foydalangan insonlar asrlar davomida qiynalib kelgan kasalliklarni davolashga asosiy manba sifatida qaraganligiga bu ma'lumotlarni olganman o'sha manbalardan va zamonaviy ilmiy tadqiqotlar ham aynan o'sha Amerikaning PubMed saytida, xalqaro bibliotekada, kutubxonasida 100 dan ortiq aynan Ganoderma ekstrakti asosida o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlarni guvohi bo'lganman o'qib. U yerda onkologik kasalliklarni adjuvant terapiya sifatida davolash, qandli diabetni adjuvant terapiya sifatida oldini olish profilaktikasi, asoratlarni oldini olish bo'yicha, jigar kasalliklari o'tkazilgan har xil jigardagi toksik gepatitlar, virusli gepatitlardan keyin jigar o'zini yo'qotgan quvvatini tiklashi uchun asosiy manba sifatida xizmat qilishi